Arafat vodiysini shunday nomlanishiga to'xtaladigan bo'lsak, bu holatga ikkita rivoyat keltiriladi. Birinchisi, bo'lgan joy Arafat vodiysi deb ataladi. Mana bu esa Rahmat tog'i. Hojilar haj qilishlik uchun kelar ekan, Arafa kunida albatta mana shu vodiyda, ya'ni sariq tabloning ichida bo'lishligi lozim bo'ladi. Bo'lmasa haj bo'lmaydi. Aytib o'tdik, al-hajj Arafa deyilgan. Albatta haj qilayotgan odam Arafa kunida masjidda turishligi kerak bo'ladi. U qanday bo'ladi? Avvalo Arafat vodiysini shunday nomlanishiga to'xtaladigan bo'lsak, bu holatga ikkita rivoyat keltiriladi. Birinchisi, Odam alayhissalom, Havvo onamiz man qilingan narsani iste'mol qilib jannatdan quvilar ekan, yerga tushirilganda bir-biridan ayro holatda, ya'ni uzoq masofaga tushirilgan. Va ular yer yuzida uzoq yillar sargardon, sarson bo'lib yurishdi. Ya'ni bir-birini topisha olmasdan jazo tariqasi uzoq yillar sarson bo'lib yurishdi. Ya'ni Odam alayhissalom Jidda yaqiniga, yana biri Shri-Lanka yaqiniga tushgan deyiladi, vallohu alam. Al-muhim, uzoq yillar bular qiynalib yurishdi. Bir-birini topisha olmadi. Va vaqtiki Odam alayhissalom mana shu Arafat vodiysiga kelganda, Rahmat tog'iga kelgan vaqtda bir narsani eslab qoladi. Ya'ni Allohning arshida yozilgan La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Mana shu narsani eslab, shuni aytib Allohga tavba qildi. Va mana shu joyda Alloh taolo Odam alayhissalomning tavbasini qabul qildi. Va ana shu vaqtda, ana shu joyga, ya'ni Havvo onamiz bilan bir joyga keltirib qo'yildi bular. Va mana shu joyda Odam alayhissalom va Havvo onamiz bir-biri bilan ko'rishgan, ya'ni bir-birini tanigan. Arafat ya'ni tanidi, bildi degan lug'aviy ma'noni beradigan so'z. Va mana shu joyda ko'rishdi, bir-birini tanib ko'rishdi-da, va mana shu joydan odamzod, ya'ni tarqaldi.